Bugungi obzorimizda Cherry Arizo 8 gibrid birinchi pozitsiyasini ko'rib chiqamiz. Ko'rsanglar bo'ladi, bizning Cherry Arizo 8 gibridni dizaynlari noodatiy dizaynlarda qilingan. Faralarimizga to'xtalib o'tsak, faralarimiz bilet optika bilan jihozlangan bo'ladi. Motorimiz 1.5 turbo motor bilan jihozlangan. Xudo xolisa generator vazifasini bajarib beradi. Diskalariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, diskalarimiz 18 razmerda bo'ladi. Макферсон подвеска и независимый bo'ladi. Bakovoylarimizga to'xtaladigan bo'lsak, bakovoylarimiz xudo xolisa elektronniy bo'ladi. Обогревlari, лобовой, боковой, задний лобовойлari bo'ladi. Mashinamizda ko'rsanglar bo'ladi, logotiplari tushib turadi. Eshikni ochganimizda plus бесключевой доступlarimiz bo'ladi. Salonlarimizda ishlatilgan narsalardan bittasi bu koja bo'ladi. Kojalarni ham ko'p ichida beradigan eko koja. Upravleniyalariga ham to'xtalib o'tib ketsak, upravleniyalarimiz eshikda. Akustikalarimiz o'zimizning Arizo akustikalari bo'ladi. Orqa salonlariga bitta to'xtalib o'tib ketamiz. Orqa salonlari ko'rib tursanglar bo'ladi, juda ham keng. Baklarimiz 60 litrli bak bo'ladi. Xudo xolisa bitta benzin qo'yasizlar, buyog'i esinglardan chiqib ketadi. Bagajimizni ko'rsanglar bo'ladi, salkami 500 litrli bagaj. Любой narsani solib bemalol ketib tursanglar bo'ladi. Mashinamizda yana 360 gradus kameralarimiz bo'ladi. Hamma yog'i parktronik bilan jihozlangan. Endi sekin astalik bilan salonga o'tamiz. Ko'rsanglar bo'ladi, salonlarimiz bu yerda ham oldi, ikkalasi ham почти что один к одному. Yana bitta narsa muhim jihati, ikkinchi pozitsiyamizda ko'rgan bo'lishingiz mumkin, pamять sidenyalar ham bo'ladi. Bunisida yo'q. Salonlarimizga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, salonlarimizda cruise kontrollarimiz bor. Ko'rib turganingizdek, noodatiy dizaynlarda bizning monitorlarimiz. И asosiy e'tibor berishimiz kerak, panorama lyuklarimiz до конца ochiladigan. Беспроводной zaryadkalarimiz bo'ladi. Ikkita rejimlari bor. Xohlasanglar полностью gibrid yurasizlar, xohlasanglar чисто tok o'zida. Yana sport, eko, normal rejimlarimiz bor. Kim tezroq yuraman degan bo'lsa, sport rejimiga bemalol qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Agar shu mashinani xarid qilmoqchi bo'lsanglar, Sergeli Cherry auksionida sizlarni kutib qolamiz.